Menimcha men Rossiyada ko'rganman shunaqa montini. Buni ham ko'ryapsiz, xinkali deydi, ya'ni gruzinskiy. Bundan tashqari qurtoba bo'lyapti, hozir ko'rsataman. Buni nima nomi? Salat murskoy kapris. Murskoy kapris. Bunisi Xachapuri ajarskiy bu. Gruzinskiy. Gruzinskiy. Zo'r ekan mazasi. Mazasi zo'r. Dahshat. Hozir ham bitta tanishtiramiz, aka, qarang. Bu xachapuri. Bunimiz xinkali. Bu gavyadinasi. Bunda bizda 5 xilidan bor. Gavyadina, baranina, kurinisi bor. Sirnisi bo'ladi. Sirnisi ichida 5 xil siri bo'ladi. 5 xil siri bo'ladi. Gribnoy bor, qo'ziqorinli. Qo'ziqorinli. Bunimiz tabiga qarab. Boy go'shti, qo'y go'shti, xolasa 5 xil ta'mda qilib beramiz. 5 xil ta'mda qilib beramiz. Ichida bu odamlar so'rashi mumkin, bu qatiq emas, bu matsu. Armiyanskiy qatiq deyshadi buni. O'zimiz tayyorlaymiz buni ham. Mazasi buni ham вообще zo'r aka. Bu-chi? Bu tojiklarning milliy ovqati qurtoba. Qurtoba. Bu mashina tayyorlanadi o'zi, bismillah. Deb ko'rasiz. Mana. Men birda Rossiyada ishlaganimda Eronlar tayyorlagan yeganman. Eronlar tayyorladi Rossiyada, esasizmi? Kamerachimiz ham istedi. Xo'p. Bu nima dediz? Bu xinkali. Gruzinskiy. Gruzinskiy. Ha. Ko'ryapsiz kattaligini. Ichidan suv oqib turadi nochizaga. Bu qarang. Suvni qarang. Ichida go'shtlarni ham qarang. Qarang, bitta da'vat ko'ramiz, sizlar nomlayman. Piyoz ham bo'lmasa ekanda, go'sht o'zi bo'ladi. Go'sht o'zi 100% go'sht, mesni o'zimiz halol. Bexijolat. Mazasi ham zo'r ekan. Hozir bundan tashqari nechta ovqat bo'ladi? Bundan tashqari 25 ta ovqatimiz bor. 25 ovqat bor. Qanaqa ovqatlar? Xo'p, bizda donorimiz bor. Turetskiy 100% mesni, 100% go'sht bilamiz, qiyma yeymiz. Ko'chadan go'sht olmaymiz. 100% o'zimiz mesni qossoblarni so'ydirib, o'zimiz yeyamiz. Bundan tashqari sushimiz bor bizda. Yapon kuxnyamiz ishlaydi. Sushistimiz Yaponiyada ishlab kelgan 100% yaxshi povur, eng zo'r povurlarni ishlatamiz. Hop, bu xinkali'da Gruziyada ishlab kelgan o'zimizni tanishimiz qiladi. Mazasi ham zo'r. Mazasi zo'r. Lekin haqiqatdan mazasi o'g'il bolaga zo'r ekan. Bularchi suvlar. Bu o'zim Yevropada ishlaganman, barda oshxonada ishlaganman. Buni o'zimni shogirdim qiladi. O'zimiz andijonlik bola, Instagramda ko'pchilik taniydi. Andijonlik o'zimiz barmerimiz. Hozir men sizlarga lokatsiyasini ko'rsam, lekin o'g'il bolaga qurtoba ham, bu monti ham, xinkali ham вообще zo'r ekan. Buni ham hozir yeb ko'ramiz. Endi yeb ko'ramiz, keyin sizlarga lokatsiyani tushuntiramiz. Bolaga montini ham yedik, qurtobasini ham yedik. Hammasi zo'r ekan. Taklif qilaman kelishlaringni. Bundan tashqari 30 xil ovqat bor deyilyapti. Mana Madlen nomi, Archazorni bilasizlar, Kirgili Dvoretsda ro'parasida mana. Dvoretsda bilasizlar, Kirgilidagi shu ro'parasida joylashgan Archazorda parkovka masalasi ham muammo emas. Moshada kesalar. Undan tashqari batda bir 30 xil shirinlik, bir 20 xil marojna bo'lar ekan. Hozir aka danli moment men obunachalarim mana shu ovqatlarni yegan nechidan boshlab kelish kerak? Xo'p, soat ertalab 10 dan kech payt 11 gacha ish vaqtimiz davom etadi. Ertalab 8 da kelsa, kimga tort kerak bo'lsa, marosimlarga pirojniy tortlarimiz 100% bo'ladi aka. Tayyor bo'ladi. Mana katta bitta общий zal, ko'ryapsiz? Bitta общий zal oilaviy kelsalar. Bundan tashqari mana shirinliklar, polniy shirinliklar ko'rsatingda. Bu tomonda mana tortlari ham bor ekan. Zakazka, Rafaela desin, Mikado desin, hammasidan bor ekan. Ekranga raqamlarni qo'yib qo'yapman. To'rtta balonda ko'rganman, kelaverasizlar. Mikrofon yoniga